Mamlakatlar madhiyasidan keyin davom etamiz. Xonimlar va janoblar, Iroq davlat madhiyasi uchun o'rningizdan turishingizni so'rayman. Ravshan Haydarov Avstraliya va Janubiy Koreya to'sig'idan garchi o'yinda gol olmagan. buni tanishtirishni boshlaymiz. Menda O'zbekiston terma jamoasi Iroq U20 bosh murabbiyi boshladi azizlar. Oq libosda va bular og'ir yo'lni bosib kelishdi. O'sha paytda hech kim yana havodan to'p uzatib beriladi va yaxshi asosan aylandi to'p. Tayyor iroqliklar, davom ettiramiz. Yana bitta boshi bilan urib yuborishga harakat qildi. Sherzod kelib turib, sal bo'lsa ham xavfni aritdi darvoza. Zarba juda ham noaniq. Mana hujum, chap qanotda bo'sh hudud bor. Oyoqni qo'yish kerak Asadbek Jo'raboyev. Ochildi. Uzatma paytida mayli var yo'q. Oyoqni zarbaga bermaslik kerak. Himoyachi ostida yengil. Darvozabon. Zo'r. Mana shu yerda oyog'ini biroz. Qanchalik o'yinda hozir aytganim, men yana bitta uzatma darvozabonniki bo'ladi bu. Urib yubordi, tavakkal qilmadi, outga qo'yib berish Fayzullayevga. Ikkita o'yinchi ham qanday uzatma! Hal qilish kerak shu yerda! 5 bu yerda Jo'raboyev orqadan kelyapti deb o'yladi kimdir. Qo'lda olib qo'yadi hozir. Qoida buzilgani yo'q dedi hakam. Zarba yo'lla. Yaxshi pas. Ber! Qanday! Ajoyib Esanov. Solo yurish Sherzod. Birovgarilib ikki raqibni ortda qoldirdi. Mana bunaqa pas. Hisobni och gol! Var ko'radi. Qiziq tomoni turnir davomida varga ehtiyoj to'g'ri ishlar. Aniq ishladi. Tengdoshga o'xshaydi. Darhol o'ng qanotga Rahmon Aliyevga Umar Alidan uzatma, hech kimga tegmadimi? O'tda to'p, ehtiyot bo'lish kerak. Va. Qarang oxirgi patka. Muhammadjonov zarba yo'llash kerak shu yerda. Fayzullayev. Burchak to'p. Ana shu bir daqiqani to'p nazorati bilan o'tkazishga. Nafasi ketmaydi. Shunda 5 soniya avval, 6 soniya avval tugatdi o'yinni. Birinchi taymda ustunlik bizda, hisob esa hozircha 0. Birozdan so'ng qaytamiz. Hozir markaz himoyasida Behruzbek Umarali, Rahmon Aliyev, Behruzbek Asqarov tayanch zonasida bo'lim boshlandi. Mahmudjon futbolchi bor. Yaxshi. Bermaslik kerak bu yerda. Orqaroqqa to'p Rahmon Aliyev. Undan ham pas kirishiga, Jo'raboyevning kirib borishiga umid qilgan edi. Asadbek esa Muhammadjonov darvozaga kirib ham ketishi mumkin edi. Yuventus yutqizgan kunda. 26 yil o'tdi yodimizda. Mana buni ham 26 yil eslab yurardik keyin. Burchak zordi-ku. Oxirida. Qarang haligi 18 raqam ostida. 1 soatdan oshdi. O'yinni ko'ribdi. Hudud ochishga zo'r pas bo'ldi va ofsayd yo'q va darvozabon Boymurodov oxirigacha. Qarang. Chapga unga tashlamadi. Topishga harakat qilmadi, zarbaga qarab o'ynadi. Barakalla. Mana shu yigit bir narsa qiladi. Abbos Fayzullayev, penalti. Hamma bilib qoldi nima qilgan. Kim tepadi deb so'rabdi. Qara olmaydi bu insonlar. Tushunamiz. Qo'yib beraylik, o'sha kadr kerak bizga. Yigit chalg'itdi. Ballalarda kimga o'xshab qilding? Uzatma. Boymurodov, ehtiyot bo'lamiz. Bolalar, yigitlar. Ikkinchi qavatda o'zingga ur. Nodirbek zo'r zarbang bor. Noto'g'ri bo'ldi shuni. Tezlik bor, zarba bor. Nodirbek markazga va